Mısır'da kapkagan balıdın hazır izcilik yok deydi. Mısır hüküm 80'e yakın okuçlarını tutulan Uygur okuçlardı. Hazır 60'daki okuçlar Allah'ın rahmetiyle Türkiye'ye sağ selamet kelip aldı. 20 yakın okuçlarının hazır kadar hiç qanday haberi yok. Neyim köyden körüp atadığanda paylaşılmaz. Bak kanda eveş gelip tügendi mi aşkın akılmayan değil misin? Yakında bir an Mısır'daki polisi iqtisodiyotni bir to'g'rilab ketyapmizmi shu dolarlardan aldatyapti. Pul diyen şart çetkece baktay. Pulcuk ya oldu. Fakat çoğu dikin işiti ve gendikin aksayan çoğu. Şimdi bir moçanda 6 mon bersek ettiğini geçmişti. Şu 100 dolarım hazır 2 mon junay emasman pulsi pek çok ketdi ona. Altın kuyumuşdan hammasi bizning vatandan chiqqan bo'lgan ekan, u mutib keldi emasmi? Aldın kıtım nerede dedim, kuchağı dedim, Aksu dedim 50 ton altın çıktı deydi. 50 ton altın az gap emas-da bu. Az gapim oldu. Şurada bugün başka işim yok. Adır şu kupu hem de bir vallahi bilan nem çıksaklar deb turvatimiz. Gelsem burada bir verip oynab kelmez olmuş kegine. Mana. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 11 ayning 13 kuni qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyati va Sharqiy Turkiston Cumhuriyatlarini tabriklash murosimi o'tkazdik ekan. O'zini men Uyg'ur deb qaraydigan barliq Sharqiy Turkistonliklar taklif qilmoqda. Nima qilmoqda? Taklif qilmoqda. Kalday soqmay menga. Va inson hech qachon o'ylab boqmagan, ammo uzun muddat orzu qilgandan keyin uchtimi tut murodiga yetgan odamdek. Yoki bo'lsa hayron qilishni hech qachon xayoliga keltirib boqmagan bir narsani ko'rib qolgan odamdek hayron qilishdingiz hechkingiz. Ne varamçılık olgandı bu. Uzun bo'lib ketgan juba mashkinizning bunda hayron qolgan talatini ko'rmagilar. Osti ko'ram voy, aqad o'qib to'liq bunda. Vaqti soat 9 deydi bugun zaytun ekan. Ko'ramsiz ya? Hem maşkanın manekene kirip paylaşıp yaxşımamışlar. Bu kemici sen bo'lmading kompyuter o'ynab faylasuf biz o'qitamiz ma'rifat shuni deyman. Mındaq çaya, ma torda insan dastlabki ko'rgan chaqda hayajonlangan, keyin hayron qolgan, andikin ba'zi insonlar ko'rgandikin azroq qo'rqqan bo'lsa-mu, ba'zi insonni o'yga solgan bir jumla yoki bir abzas xat borkin, shunaqasini o'qib boqsinmi deb tavsiya qilib, hurmat bilan Alqamjon to'q chikit. Bir munç sozab roman qilib 1 kilometr uzatqicha gapni. Birligiz deb temsil digina ona. Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilganligini tabriklash murosimi bo'lgan. Berkilanmi qadash? Nima? Qiziqolmasa? Qiziqqanmisiz? Yo'q, qiziqqanman, Qiziqqanman. Bu haftada aram bir kılav oynadan günümüzde uyağa bassak gün keşif tutan oyun gidemiz mümkün. Ne oyun? Oyun o Kasım. Atanız oyuncuların türmüye kozgun bağıp basıp berişe bana. Oyadaş. Hazır senin mening hammamizning atasi turmida emasmi, chiqmagan bo'lsakmi? Uyağa basan oyuncularını koşup koyalım ki akşam. Vay! Bak sizin emel sandıkınızga faaliyetki bağmasan ata-ananı koyvatımız deb xatkaga o'xshamda gobaldan. Vay, sizlarning shunda qo'rquvlar uchun bo'lsin bilaman bo'ldi. Eğer berişsem, bizga ish tepamay uyam kelishmaydi bundan keyin. Ha, Alqam adash, bizga to'rtni uy topib qo'yib kuchdigan adash. Ha, mushu malni topaya. Sharqroq bo'lsin. Birta eshak arasin deb qo'ygan. Nima qilsak ikkitamiz bilan aslida. Ne oldu valla bu yumanında? Açıqlığını işləyən balla. Bir hissi tuyğu olub, insan özü öç gördüğün bir işqi duç gəlgən çağda dərhal gelib məngisini gıdıqlab, vahşidi gelib, vahşidi tutqan, amma 5-10 minut insanı qalcırlaşdırıb, asasda yoxab gitqan bir xil hissi tuyğu. Şu an karanlımışı uxlab qopsa, unutub qaldı onu. Bir yer ona qalsın. Qo'y adash biz beriklar. Ha, qanisa. Adaş, Oy. ateşten çıkmayın köyde. O tişan çıkıp aynı çılma. Adaş Baxtiyarlı İlyas bo'lmasa, adamning yaxshi ko'rgan odamni talab yine de bo'lmagancha talaga chiqib aynı chigan bilanmi hech qanday bir xo'shallik, hech qanday bir o'zi a'lo bo'lmasa, tajribadan o'tgan ish bu o'zidan chiqib chiqgan bo'ldi. Sana bu getirdi olmaydı o zaman. Tajriba qilib chiq. Bu köyüne tatilleştir ve gizli. Bugün senin hürlük günün vatinim. Şehitlerinin ruhi huşik çaşkan gün. Zillet bilen işgalini tiz çöktürüp, ehli İslam izzetini tapkan gün. Mendin bekro uzakta, gayre bana yurtum var. Ademleri bek isil, umdaha
Bugün berip nayet orkandak his kıldım cimadaş üzerinde. Nurgun ko'nglim yeshilmagan masala vardı. Bugün hali yeshib oldim. Qanday deysiz adaş? Tamam Sadaş. Bizning shunda chiroyli bepiyan osmonda ko'p-ko'k bayrog'imiz tursa, ay yulduzliq bayrog'imiz. Bir suqib buni terrorchi millatchining bayrog'i desa, bir suqib sufi ishanning bayrog'i desa, yana bir suqib buning bayrog'i desa adaş. Özümüzning Uyg'ur ekanligini bilmay turib, o'zimni Uyg'ur deb his qildim, nayet nomus qildim adaş. Shundigina adaş. Men bu xil o'zimning tarixi bilmim mol. Xil o'zim bir ilmli kitap cho'qlab yurtganman. Ayni vaqtda ota-bobolarimiz o'zining qon dari bilan qurgan davlatimizning bor ekan. Davlat qurulgan vaqtda Hindiston, Pokiston, Turkiya, Misr, Angliya qatorliq barliq davlatlarga telegram yo'llab, Sharq Turkiston Jumhuriyati qurulganligidan keyin mustaqilligini e'lon qilib telegramdan yo'llab ekan. Shu ishlarni bilganimda yig'lab ketam deyna adaş. Vay be, qasam Uyg'urning tarixini dars o'tga o'xshamamdi. Nima bu? Jan qarab baqa. Nima bu? Üzerine o'ylashimsan, meni o'ylab qo'ya olmamda. Agar mushta Xitoyli bilib qolsa, bizni saqlayama. Assalomu alaykum. Voy, aqasılmanı boldu kepapsa bu. Qo'lamdagi bayroqmi? Yolg'on gap qilish hech qachon bo'lmagan bir ishni bo'ldi deb ma'lum bir qiyinchilikni o'tilish uchun qo'llanilgan vosita. Ama haram. Shuni men yolg'on gap qilmayman, rost gap qilmayman. Bu yani bayroq. Demek neymiş? Bayrakmış. Vatinim Şarkı Türkistan'ın bayrağı. Sen bu badim degine? Badem. Sen Haleti basan öyle kemde diyerler. Özün soğan kazaldığı barmak doğru dedikken. Ben hayatımda en doğru bir karar aldım. Haleti badım. Meylemiz, memnundum. Hıdayım bana. Oy, nemadan alqan ben? Ayqam to'xta adaş, naymandan to'xta adaş. To'xta, Ay götte o kadar çıkıp kapamadım. Öyle kapamadım. Onu da korkutup kaydet üzerine asak işim var. Şundan mı? Korktun ben. Aha ben diyeyim. Kendimizi çıkıp Ben de dedim. Ya vallahi ya kim öyle kaldıysın ne? Hem de burada korkutup kaydet kalsam getiren bekleyip gitti. Bilmem boldu bombayı bir çöndürüp bunda demdiki de Onda poğaça. demem sebesi o ne o adamda öyle vakıf cakap kitkelsen bu. Çöndürüp koydum boldu sen çok şey yaparsınız getirgeydi ama. Müslüman, bu bayrak erkinlik tanıtılgan kişilerine bayrağı. Biz vatanda nurg'un ishlarni ko'rdik va nurg'un ishlarga shohid bo'ldik. Texchi vatandagi qarindoshlarimiz shu zulmninki, shu nohaqlikni yashayotdi. Biz endi bu erkin hayotda bu yerda hech qanday aralashmay o'zimizning ishlar bilan yashasak. Mazirdan Xo'jniyoz hoji, Sobit Amoldan, G'ani Botirlar bu davlatimizni qaytadan qurbamaydi. Biz hemimiz birbirimizden kıyacak, çoğumuzda oyluğalarımızı birbirimizle çöndürmeyi, açtan ödep kaldık. Ama kalbimizin çukur katlamlarında vatan sevgisi, atanımız olan sevgimiz hemimizi bağıttı. Ama lakin zalim Xitaylarning vatanimizdeki şu halkımızga qilayotgan zulümlerinin açık azap okubetleri bütün his duygularımız bilan tutib pishib, hozir kelguncha bizni dard alamlarimizni ishimizni yutib ketgan bir holat shakllantirgan. Endi men herkes unda qilmayman. Beshimni ishimga tiqib yuravermay, har qanday fikrim bo'lsa, dodil oldimga qo'yib boraman. Jangida g'oyish bo'lsinmi? Ömrümning oxirigacha bu bayroqni erkinlikka erishtirish uchun qurilib qolgan vatanimni zolim Xitoylarning qo'ldan qaytarib olish uchun kurash qilib yuraman. Jinim tilim zulg'uldi ekan, bu qasmimdan oxir nafsimga jonmayman.
Ahırkı nefsim geçer. Ahırın nefsim geçer. Küp gözler yanar hre Goyamadım saldı gire Hızlı başlar tan menzilge